Assalomu alaykum, hurmatli kurash ishqibozlari. Farg'ona shahrida bo'lib o'tgan belbog' kurashi bo'yicha xalqaro turnirdan tayyorlangan reportajimizni davom ettiramiz. Aynan mana shu daqiqalardan boshlab siz 90 kg vazndagi palvonlar bahsini tomosha qilishingiz mumkin. Aynan mana shu vaznda ishtirok etayotgan yana 2 nafar palvonning kurashiga mana hakam ruxsat berdi. Ko'k kiyimda Zohid Jumaqulov, Andijon viloyati vakili, uning raqibi esa Akmal Abdullayev, namanganlik yosh kurashchilardan biri. Hozir bu yerda ko'k kiyimli kurashchi faollikni o'z qo'liga oldi va u tomonidan ijro etilgan mana bu chiroyli usul Zohid Jumaqulovga sof g'alaba keltirdi. Ko'k kiyimda namanganlik Nuriddin G'oziyev, bir necha bor respublika chempioni, xalqaro turnirlar g'olibi, taniqli palvonlardan biri. Uning raqibi esa yana bir taniqli palvonlardan andijonlik Ixtiyor Egamov. Bir necha bor o'z vazn toifasida respublika chempionligini qo'lga kiritgan, xalqaro turnirlarda g'olib bo'lgan mana shu palvonlar ishtirokidagi uchrashuv yanada qiziqarli o'tishi kutilayotganligini ham ta'kidlash mumkin. Hakamlar tayyorlansin. Quddusov Fanir, Bahronov Ahmad, To'ychiyev Yusufoxon keyingi nimaga tayyorlaninglar. Mana hakamlar tomonidan palvonlarning belbog' ushlashlari kuzatildi va uchrashuvga ruxsat berildi. Shiddatli o'tishi kutilayotgan uchrashuvlardan biri aynan mana shu 2 palvon ishtirokida o'tishini aytishimiz mumkin. Bu yerda surish usuli yashil yaktakli kurashchi tomonidan ijro etildi. Kutilmaganda 11 soniyada yashil yaktakli kurashchi Ixtiyor Egamov 11 soniyada sof g'alabaga erishdi. Hurmatli kurash ishqibozlari, Farg'ona shahrida o'tayotgan belbog' kurashi bo'yicha yirik xalqaro turnirdan o'rin olgan 73 kg vazndagi palvonlarning yarim finalga chiqish uchun bahslaridan olingan lavhalar bilan reportajimizni davom ettiramiz. Hamidov Iskandarov tayyorlansin. Mana shu bahsda Iqbol Mirzayev, farg'onalik kurashchi, Toshkent viloyati vakili Usmon Mahamatov bilan bahs olib boradi va aynan shu bahsda g'alaba qozongan palvonlar yarim final ishtirokchisiga aylanadi. Bundan oldingi bahslarda Usmon Mahamatov, Ismatulla Bozorov, andijonlik kurashchi va Vohid Almatov, farg'onalik kurashchilarni bahslardan chiqarib yuborgan bo'lsa, Iqbol Mirzayev ham Andijon va farg'onalik kurashchilardan ustun kelgandi. Mana hozir bahslar yana bir shiddatli ko'rinishda boshlandi. Yo'q, bu yerda palvonlar gilam markazidan uzoqlashganligi uchun, ya'ni gilamdan chiqib ketganligi bois hakamlar tomonidan to'xtatildi. Shu bois yana palvonlarimiz bahslarni gilam markazidan boshlashmoqda. Mana yana palvonlar faollikda harakat qilmoqda va yashil kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan mana bu usul hakamlar tomonidan halol deb baholandi. Shunday qilib 15 soniyada toshkentlik Usmon Mahamatov g'alaba qozonib dastlabki yarim final ishtirokchisiga aylandi. Toshkent shahrining polvoni Mahamatov g'alaba qozondi. 73 kg vazында yarim finalga yo'llanma oladigan yana bir palvonni mana shu bahslardan so'ng bilib olishimiz mumkin. Demak, ko'k kiyimda Otabek Hamidov, farg'onalik kurashchi, uning raqibi esa Fazliddin Iskandarov, sirdaryolik kurashchilar bahsi. Va mana shu juftlik o'z yakuniga yetganidan so'ng yana 2 bahs o'tkaziladi va shundan so'ng barcha demak guruhlardan chiqib kelgan palvonlarimizning yarim finalda ishtirok etadiganlarini biz bilib olamiz. Hakam mana palvonlar bahsiga ruxsat berdi va shiddat bilan boshlayotganligiga e'tibor qarating. Ko'k kiyimli kurashchi tomonidan yo'q, usul oxiriga yetkazilmadi. Bu vaziyatda esa bajarilgan usul inobatga olinmaydi, chunki palvonlar gilam tashqarisiga chiqib ketgandi.
gilam tashqarisiga chiqib ketganligi bois ular yana gilam markaziga taklif etildi va hakam ruxsati bilangina boshlash mumkin. Mana hakam polvonlarning ushlash holatlarini yana bir nazoratdan o'tkazganidan so'ng polvonlar harakatni boshladi. Bu safar esa yashil kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul dastlabki bahoni keltirdi. Yana bir chala bahosi bilan yashil kiyimda harakat qilayotgan Fazliddin Iskandarov sirdaryolik polvon oldinga chiqib olgan. Sharhimiz davomida e'tibor qilgan bo'lsangiz, belbog' kurashi bo'yicha ko'plab o'zgarishlar bo'lganligiga e'tiboringiz qaratilgan. Ya'ni kurash qoidalariga ko'ra bir necha bor o'zgarishlar bo'lgan. Avvalambor mana shu polvonlarning kiyimidagi o'zgarishlarni biz aytib o'tgandik. Ya'ni ko'proq oq tunda polvonlar harakat qilishadi. O'z navbatida baholanish harakatlari ham qisqartirilgan holatga keltirilgan. Bu yerda esa yana bir ogohlantirish yashil kiyimli kurashchiga berildi. Fikrimizni davom ettiradigan bo'lsak, kurash harakatlarini faollashtirish maqsadida ogohlantirishlar ikki vaziyatdagina o'z kuchiga ega bo'ladi. Ya'ni ikki bor ogohlantirilgan, tanbeh olgan kurashchi o'z-o'zidan mag'lubiyatga uchraydi. Mana bu yerda esa kurashchilarning yana bir harakati baholanmadi, chunki gilam markazidan uzoqlashib tashqariga chiqib ketgandi bu yerda polvonlar. Polvon tomonidan ijro etiladigan ijobiy baholanishlar esa aytib o'tganimizdek chala va halol baholariga keltirilgan. Ikki bor chala bahosini qo'lga kiritgan polvon o'z-o'zidan g'olib sifatida e'tirof etiladi. Mana shu qoidalarda yaratilishda aytib o'tganimizdek Xalqaro kurash assotsiatsiyasi prezidenti Komiljon Yusupov tomonidan tavsiyalar berildi va mana shu tavsiyalar qo'llab-quvvatlashlar oqibatida demak belbog' kurashda yana bir mukammal qoidalar yuzaga kelgan. Mana bu yerda yashil kiyimli kurashchi yana bir usulni amalga oshirildi va bu o'z navbatda halol bahosini keltirib chiqardi. Shunday qilib sirdaryolik Fazliddin Iskandarov g'alaba qozonib, yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Yarim finalga chiqish uchun ishtirok etadigan polvonlarimizdan yana navbatdagi juftlik gilamga taklif etilgan. Otabek Boybotirov farg'onalik kurashchi ko'k kiyimda, yashil kiyimda esa Jahongir Kambarov andijonlik kurashchilar ishtirokidagi bahslar mana hakam tomonidan hozir boshlanadi. Ko'p bor bo'lsa ham ta'kidlab o'tyapmizki, belbog' kurashdagi asosiy mezonlardan biri polvonlarning belbog'dan ushlashlari. Mana shu hech qachon hakamlar tomonidan nazoratdan qochirilmaydi va ana shu talablar mukammal yuzaga kelganidan so'ng kurashga ruxsat beriladi. Mana bu yerda yashil kiyimli kurashchi tomonidan harakat amalga oshirildi va ikkinchi bor urinish g'alaba keltirganligini barchamiz ko'rib turibmiz. Andijonlik Jahongir Kambarov tomonidan ijro etilgan ajoyib usul g'alaba keltirdi va u yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Mana takroriy loyihada belbog' kurash usullaridan biri qanchalik ajoyib bajarilganligini ko'rishimiz mumkin. Respublikamizning taniqli polvonlaridan andijonlik Shuhrat Soqov, uning raqibi esa toshkentlik Asilbek Egamberdiyev. Aytib o'tilganidek, eng kuchli polvonlar ishtirokidagi bahs. Musobaqamizning ochilish marosimini o'tkazamiz. Eng qiziqarli o'tadigan lavhalarni biz ko'rib olishimiz mumkinki, kurash gilamida belbog'li kurash bo'yicha asl ustalari. Hozir mana 73 kilogramm vazndagi polvonlarning chorak finaldagi so'nggi uchrashuv o'tkazilishi uchun hozir hakam ruxsat berdi va biz polvonlarning ishtirok etayotganligini ko'rib turibmiz. Bu yerda hozir polvonlar tomonidan ijro etilgan mana bu usulga e'tibor qaratadigan bo'lsa, ko'k kiyimli kurashchi tomonidan bajarilgan usul chala bahosi bilan baholandi. Raqibiga nisbatan bajarilgan kuch ishlatish holatidagi mana bu harakat hozircha birgina chala bahosini keltirmoqda. Gilam markazidan boshlangan yana bu mana shu holatda biz kurashchilarning harakatlarini ko'rishimiz mumkin va bu yerda ko'k kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul halol bahosini keltirdi. Va shunday qilib Shuhrat Isoqov halol bahosi bilan g'alaba qozonib, yarim finalga yo'llanma olgan polvonlar qatoridan joy oldi. Eng og'ir toshli polvonlarimiz Boltaboyev, Tonaboyev. Plyus 90. Boltaboyev, Tonaboyev tayyorlansin. Eng og'ir toshli polvonlar tayyor.
Demak, ko'k kiyimda farg'onalik Faxriddin Boltaboyev, uning raqibi esa Vahob Donoboyev, Sirdaryo viloyati pahlavoni. Vahob Donoboyev. Marhamat, ular Ha, qiziqarli o'tadigan uchrashuvlardan biri. Mana shu bahsda g'alaba qozongan palvonlar yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritadilar. Bayonotni Muhitdinov davlati. Hurmatli kurash ishqibozlari, Aytib o'tganimizdek, og'ir vazndagi palvonlar bahsida ham 16 nafar palvonlar ro'yxatga olingan edi. Ana shulardan g'olib chiqqan 8 nafar palvonlarimiz esa yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun ana shu daqiqalardan boshlab bahslarni boshlab berdi. Ularning esa birinchi juftligini aytib o'tganimizdek Farg'onalik Faxriddin Boltaboyev va Sirdaryolik Vahob Donoboyevlar tashkil qilishgan va Faxriddin palvon tomonidan qo'llanilgan mana bu usul hakamlar tomonidan chala bahosi bilan baholanmoqda. Dastlabki soniyalarda harakat o'z natijasini berdi va ko'k kiyimli kurashchi tomonidan bajarilgan usul chala bahosini keltirdi. Chala bahosini olgan palvon g'alabaga erishadi. Hozircha ko'p kiyimli Palvonlar belbog'dan ushlaganidan so'nggina kurash bahslari boshlanishi mumkin. Buni mana hakam ham nazorat qilib bormoqda. Yo'q, hozir bu yerda yashil kiyimli kurashchi belbog'dan tutmaganligi bois to'xtatilgan edi. Mana endi qiziqarli uchrashuv yana boshlandi. 3 daqiqa davom etadigan bahsda albatta g'alabagacha, ya'ni sof g'alabagacha bo'lgan holatda harakatlar davom etadi. Mana muxlislarning Faxriddinni qo'llab-quvvatlayotganligini ham ko'rib turibmiz. Va Faxriddin Boltaboyev tomonidan yana bir harakat yo'q. Hozircha raqibi bu yerda hozir belbog'ni qo'yib yuborgandi va buni ko'rgan hakamlar yashil kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishini bermoqda. Belbog' kurash qoidalariga ko'ra atay belbog'ni qo'yib yuborgan palvonga mana shunday jazo beriladi va bu o'z navbatida aytish mumkinki, unga yarim mag'lubiyat sifatidagi bir ogohlantirishdir. mumkin emas. Faqatgina ko'tarib chapga, o'ngga, yonbosh usulni qo'llab Hozir qolish mumkin. palvonlar raqiblarini vaziyatdan chiqarish uchun payt bo'layotganligi ko'rinib turibdi. Agar mana shu holatda yana bir necha soniyalar palvonlar qoladigan bo'lsa, bu hakam tomonidan e'tiborga olinadi va qaysidir palvonga ogohlantirish berilishi ham mumkin. Mana hozir hakam biroz palvonlarni faollikka chaqirdi. Endi esa afsus kurashganligi uchun ko'k kiyimli kurashchiga ham tanbeh ogohlantirishi berilmoqda. Hozir har ikkala kurashchilar bittadan tanbeh ogohlantirishi bo'lsa-da, ustunlik ko'k kiyimli kurashchilar, chunki unda bir chala bahosi ham bor edi. Hurmatli kurash ishqibozlari, Bahslarning dastlabki daqiqasi ortda qolgan. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya Ortda qolgan. Ha, mana bugungi bahslarni kuzatish uchun ko'plab mehmonlar, faxriy kurashchilar, faxriy sportchilar ham yetib kelishgan. Mana bu yerda Faxriddin Boltaboyev raqibini dast ko'tarib oldi va u tomonidan qo'llanilgan mana bu usul chala bahosini keltirdi va ikki chala bahosidan so'ng halol bahosi bilan Faxriddin Boltaboyev g'alaba qozondi. Farg'onalik polvon Boltaboyev 90 kilogramdan og'ir vazndagi palvonlar bahsi davom etadi. Ko'k kiyimda Hakim Muhiddinov farg'onalik kurashchi, uning raqibi esa Zokir Davlatov, Toshkent shahri jamoat sharafini himoya qiladigan palvonlar. Bundan oldingi bahsda esa Faxriddin Boltaboyev raqibini mag'lubiyatga uchratib, navbatdagi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritganligini ko'rgan edik. Ha, qiziqarli o'tadigan uchrashuvlardan yana biri 3 daqiqa kurashadi. 3 daqiqa davom etadigan bahsdan so'ng biz g'oliblar nomini bilib olishimiz mumkin. Hozir mana dastlabki daqiqaning soniyalari ortda qolgan vaziyatda sust kurashganligi uchun hozir ko'k kiyimli kurashchiga hakam tomonidan tanbeh ogohlantirishi berilmoqda. Yo'q, bu yerda hozir mana bu yerda yashil kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul halol deb baholandi va u yarim daqiqadan 31 soniyada Zokir Davlatov g'alaba qozonib, keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi.
Kurash to'xtating. 31 soniya vaqt ichida Toshkent shahrining polvoni Zoir Davlatov 90 kilogramdan og'ir vazndagi palvonlarning navbatdagi bahsi hakam tomonidan endi boshlanadi. Ko'p kiyimda Sherzod Mirzanov Toshkent shahri jamoat sharafini himoya qiladigan palvon, uning raqibi esa aytib o'tilgandek andijonlik yosh va iste'dodli kurashchilardan biri Oyatulla Hakimov. Bir necha bor respublika chempionati va turnirlarda, xalqaro turnirlarda g'alaba qozongan. Bugungi kunda esa Universiada bahslarida ham oltin medallarga asosiy da'vogardan biri sifatida e'tirof etiladigan palvonlardan biri. Bundan oldingi bahsda Oyatulla Hakimov Mironshoh Ro'ziyevni sanoqli soniyalarda mag'lubiyatga uchratgan. Mana bu holatda esa har ikkala palvon ham bir xil vaziyatda yerga tushganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bois hakamlar bu harakatni baholamadi. Hozir palvonlar bahsida yana bir qiziqarli holat mana bu yerda ko'p kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul chala bahosini keltirdi, ha? Kutilmaganda Sherzod Mirzanov chala bahosini ko'rsatganligi bois demak biz hakamlar qaroriga qo'shilamiz. Hozircha chala bahosi ko'p kiyimli kurashchiga berilmoqda. Ha, kutilmagan vaziyat mana shunday holatlarda yuz berishi mumkin. Sherzod Mirzanov Toshkentda o'tgan katta kurash bayramida ham sovrindorlar qatorida joy olgandi. Oyatulla esa ana shu bahsda g'olib bo'lgandi. Va mana hozirgi vaziyatda Oyatulla yo'q. Mana bu vaziyatda albatta Sherzod Mirzanov raqibini tizza holatiga keltira olganligi bois chala bahosini qo'lga kiritdi va shunday qilib Sherzod Mirzanov g'alaba qozonib navbatdagi bosqich, demak yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritgan 3-palvonlar sifatida joy oldi. Endi eng qiziqarli uchrashuvlardan birini biz yana tomosha qilishimiz mumkin. Og'ir vaznda respublikaning bir necha bor chempioni, xalqaro turnirlar g'olibi, o'zaro raqib sifatida ko'p bor uchrashgan ikki pahlavonning chiqishi. Ko'p kiyimda Shavkat Omonullayev, Andijon viloyati polvoni, uning raqibi esa yashil kiyimda namanganlik Baxtiyor Bozorov. Hozir hakam ruxsatidan so'ng mana shu qiziqarli bahs boshlanishi mumkin va aynan shu uchrashuv yakunlanganidan so'ng yarim finalga yo'llanma olgan og'ir vaznli palvonlarning so'nggi 4-vakilini bilamiz. Hakam mana yo'q, hali belbog' ushlanmaganligi bois ruxsat bermadi. 136 kilogramlik palvonlar. Ko'ring bularning kuch qudratini, qanday qilib kurash usullari bilan chiroyli qilib o'z raqibi ustidan g'alaba qozonishini. Mana birinchi daqiqalardan endi esa mana hakam ruxsati bilan bahslar davom etadi. 3 daqiqa davom etishi kerak bahs. Ko'ramiz, balkim tajribali bo'lgan va bir-birini yaxshi biladigan palvonlar bahsi oldinroq nihoyasiga yetar. Va mana aytilganidek hozir kutilgan birinchi usul Shavkat Omonullayev tomonidan ijro etildi va chala bahosi ko'p kiyimli kurashchiga berilmoqda. Hozircha yarim g'alaba, demak dastlabki chala bahosidan so'ng Shavkat Omonullayev oldinga chiqib olganligi ma'lum bo'ladi. Endi esa mana hakam palvonlarning qo'l ushlash holatlarini nazoratdan o'tkazdi va bahslarga yana ruxsat berdi. Bir-birini yaxshi biladigan palvonlar bahsida chala bahosini qo'lga kiritish ham oson bo'lmaydi, chunki doimo raqib bo'lgan va yaxshi yomon taraflarni bir-biridan ustun tomonlarini biladigan palvonlar bu safar esa sust kurashganligi uchun yashil ehtiyotli kurashchiga tanbeh ogohlantirishi berilgan edi. Mana shu vaziyatdan keyin esa ko'rib turganingizdek Shavkat Omonullayev tomonidan yana bir usul ijro etildi va ikki challa bahosi bilan g'alaba qozongan Omonullayev keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Andijon. Bular endi 90 kilogram vazndagi palvonlarning yarim final uchrashuvini ko'rishimiz mumkin. Ha, qiziqarli uchrashuvlarga ham navbat yetib keldi. Ko'p kiyimda Ulug'bek Mamatov, Farg'ona viloyati palvoni, uning raqibi esa Zohid Ortiqov, Toshkent shahri jamoat sharafini himoya qiladigan palvon. Sust kurashganligi uchun yashil kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishi berilmoqda. Mana shu bahsda g'alaba qozongan ishtirokchi final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Shu bois aytish kerakki, bugun
o'tadigan mana shu bahslarda ham aynan palvonlardan talab etiladigan iroda ham juda katta bo'ladi. Chunki yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritgan palvon finalga bir bahya qolganda hech qachon mag'lubiyatga uchrashni xayoliga ham keltirmaydi. Qolaversa, uning raqibi ham shunday kayfiyatda bo'ladi. Demakki, mana shu vaziyatda jismoniy va ruhiy ustunlikka ega bo'lgan kurashchigina belgilangan natijaga erishishi mumkin. Va hozir mana shuncha daqiqalar o'tib bormoqda. Hozircha biron bir usul ijro etilmadi. Ijro etilmaganligi bois hozir hakamlar vaziyatni kuzatib turibdi. Bu yerda hozir hakam bahslarni to'xtatmadi, chunki harakat boshlanayotgan paytda ko'p kiyimli kurashchining oyog'i gilam ichida edi. Ya'ni gilam chizig'ini kesib o'tmaganda, shu bois Mamatov tomonidan qo'llanilgan usul g'alaba sifatida e'tirof etildi va sof g'alaba bilan Ulug'bek Mamatov final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Mana Bangladeshlik Shiroz, kechirasiz, pokistonlik Shiroz ul Mavla va yashil kiyimda harakat qiladi. Bu palvonimiz ko'k kiyimda esa gruziyalik Gela Puraxvanidze. Gruziya va Pokistondan kelgan palvonlar ishtirokidagi qiziqarli uchrashuvni ko'rishimiz mumkin. Mana hakamlar bu yerda hozir xorijlik palvonlarning belbog' ishlashlariga e'tibor qaratgan. Mana bu vaziyatda esa ko'k kiyimli kurashchi Gela Puraxvanidzelar tomonidan qo'llanilgan usul sof g'alaba keltirdi va u keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Demak, 73 kg vazndan o'rin olgan xorijlik kurashchilarning chiqishini ko'rishimiz mumkin. Hozirgina tanishtirib o'tilgan edik. Qiziqarli bir holat yuzaga kelgan. Gruziyalik aka-uka kurashchilarning bugun omadlari chopdi va ular mana shu bosqichga kelib o'zaro bir-biri bilan raqib bo'lganligini ko'rib turibmiz. Bundan oldingi bahsda g'alaba qozongan Gela Puraxvanidze endi esa o'z ukasi Data Puraxvanidze bilan harakat qilmoqda. Ko'k kiyimda tanishtirib o'tamiz, gruziyalik Gela palvon, ko'k kiyimda esa, yashil kiyimda esa Data Puraxvanidze. Mana hozir Gruziya xalqida ham mana shunday milliy sport o'yinlari bor. Bizning mana shu kurashlarimizga o'xshash harakatlari, usullari mavjud. Mana hozircha esa bu vaziyatda ko'p kiyimli kurashchi tomonidan ijro etilgan usul chala bahosini keltirdi. Bu esa yarim g'alaba ekanligi mana hozir hakamlar tomonidan gruziyalik kurashchilarga tushuntirilmoqda. Biz mana shu palvonlar murabbiyi bilan gaplashganimizda, ya'ni murabbiy Gela Abxavadze har ikkala kurashchi mashhur kurashchilardan ekanligini bildirgan edi. Mana ko'rib turganingizdek, ko'k kiyimli kurashchi Gela Puraxvanidze g'alaba qozonib, keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ajoyib sport musobaqalarida ishtirok etadigan ajoyib bahslarni keltirib chiqarishda mana shunday xorijlik palvonlarning ham o'z o'rni bo'ladi. Sport xalqlarni birlashtiruvchi kuchdir. Men o'zbek xalqining milliy sporti kurash musobaqasida ishtirok etib, bu sportni sevib qoldim. Kurash orqali O'zbekistonda do'stlar orttirdim. Yana katta musobaqalarda yurtingizga kelishni niyat qildim. Hurmatli kurash ishqibozlari, xalqaro turnirdan tayyorlangan reportajimizdan navbatdagi qiziqarli bahs o'rin oldi. 73 kg vaznda yarim finalga yetib kelgan ikki kurashchilarning bahsini biz ko'rishimiz mumkin. Ko'k kiyimda Jahongir Qambarov, andijonlik kurashchi, uning raqibi esa yana bir andijonlik palvon Shuhrat Isoqov. Hozir mana shu ikkala kurashchi o'zaro ustoz shogird ekanligini bir-biriga bildirishdi va shunday qilib Jahongir Qambarov o'z do'sti aytish mumkinki kurashdagi ustozi sifatida e'tirof etib,
bu o'rinda Shuhrat Isoqovga tan berganligini bildirdi. Demak, ko'k kiyimda Usmon Mahamatov Toshkent shahri jamoasi a'zosi, uning raqibi yashil kiyimda Fazliddin Iskandarov Sirdaryo viloyati palvonlaridan biri. Mana shu bahslar g'olibi final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Finalda esa bundan oldingi bahsda ko'rganmiz, ularni raqib sifatida Shuhrat Isoqov kutib turibdi. Demak, 73 kilogramm vaznda palvonlarning bahsi yana bir necha soniyalardan so'ng o'z nihoyasiga yetadi. Mana hakam hozir palvonlarning belbog' ushlash holatlarini kuzatib bordi va uning ruxsati bilangina hozir uchrashuv boshlanadi. Demak, bahsni biz kuzatishni boshladik. Dastlabki soniyalar halicha palvonlar bir-birini sinash holatida harakat qilishadi. Lekin yarim finalga kelganda albatta har bir palvonning kuchiga kuch qo'shilishi bu o'zingizdan ma'lum, chunki finalga bir qadam qolganda hech bir palvon mag'lub bo'lishni istamaydi nazarimda. Mana bu yerda esa yashil kiyimli kurashchi tomonidan bajarilgan surish usuli bu yerda chala bahosini keltirdi. Hozircha birgina chala bahosi dastlabki daqiqalarda Fazliddin Iskandarovga nasib qilmoqda. Agar yana bir usul ijro etiladigan bo'lsa, mana bu yerda biz kutgan usul yana yashil yaktaylik kurash, yashil kiyimli kurashchi tomonidan ijro etildi va ikki chala bahosidan so'ng g'alaba Fazliddin Iskandarovga berilmoqda. Shunday qilib, ikki yonbosh, ikki chala bahosidan so'ng Fazliddin Iskandarov g'alaba qozondi va final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Endi og'ir vazndagi palvonlarning yarim final uchrashuvlari o'tkaziladi. Ko'k kiyimda Faxriddin Boltaboyev, Farg'ona viloyati palvoni, uning raqibi esa Zokir Davlatov, Toshkent shahri jamoasi a'zosi. Mana shu palvonlar bahsi o'tganidan so'ng og'ir vazndagi dastlabki finalchini biz bilib bo'lamiz. Keyingi yarim finalda esa Sherzod Mirzanov va Shavkat Omonullayevlar o'zaro raqib bo'lishadi. Mana hakam hozir palvonlarning belbog' ushlash holatiga yana e'tibor qaratmoqda, chunki buni bugun ko'p bor takrorladik. O'sha belbog' kurashdagi asosiy talablardan biri palvonlarning belbog' ushlashida ekanligi barchamizga ma'lum. Faxriddin Boltaboyev yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritgunga qadar Vahob Donoboyevni, Sirdaryolik palvonni mag'lubiyatga uchratgan edi. Undan oldin esa Sherzod Rahimov andijonlik kurashchini ham musobaqadan chiqarib yuborgandi. Mana hozir bahslar boshlandi, lekin hozir har ikkala kurashchida bir sustkashlik, ya'ni bir-birini qisqa vaziyatda urganish holatlari ko'zga tashlanmoqda. Agar mana shu vaziyat cho'ziladigan bo'lsa, o'rtadagi hakam palvonlarga ogohlantirish berish mumkin. Bugungi xalqaro turnirda respublikamizning eng taniqli hakamlari uchrashuvlarni boshqarib borganligini biz ko'rishimiz mumkin. Ular qatorida Shavkat Mirzaqulov, Rossiyalik Fanis Qudusov, Namanganlik Ahmad Bahromov, Nodir Jo'raboyev andijonlik, Aminjon Latifov Namangan, andijonlik Yusuf Tuychiyev, Abduvahid Yunusov, Abduvahob Madrahimov singari hakamlarni aytib o'tishimiz mumkin. Mana bu yerda yashil kiyimli kurash tomonidan ijro etilgan usul chala bahosi bilan baholanmoqda. Shuningdek, Iqbol Muydinov, Xoldar Ergashev, Muhammad Ismoilov, Azamjon Shokirjonov singari hakamlarimiz ham mana shu bahslarni o'tishida o'z hissalarini qo'shishmoqda. Mana hozir yana palvonlarda bir suskashlik harakatlari ko'zga tashlanmoqda nazarimda. Hozircha birgina chala bahosi yashil kiyimli kurashchida. Bu yerda hozir Faxriddin Boltaboyev tomonidan ham usul qo'llanilmayapti. Ikkinchi daqiqa ketganligi bois ko'k kiyimli kurashchi sust kurashdi va bu vaziyatda hakam tomonidan tanbeh ogohlantirishini olmoqda. Mana shu vaziyatda bahslar yakuniga yetadigan bo'lsa, ko'k kiyimli kurashchi mag'lubiyatga uchrashi o'z-o'zidan oydinlashadi. Mana hozir 15 soniyadan oshib bormoqda. Hakamlar e'tibor qaratish kerak, chunki bir-birini kutish holatida turishi bu kurash qoidalariga ko'ra taqiqlanadi.
Ko'ramiz mana muxlislarning qo'llab-quvvatlashi qanchalik bu yerda foyda beradi. Yo'q, bir-birini yaxshi bilganligi bois bu yerda hozir kurashchilar tavakkal qilishga menimcha unchalik o'zlarida bir ishonch topa olmayapti. Shu bois raqibining xato qilishi bu yerda kutilmoqda, lekin bu kutish Faxriddin Boltaboyevga hozir ziyon keltirishi mumkin. Chunki u ortda bormoqda va mana shu vaziyatdan endi oxirgi vaziyatda qo'llash kerak usulni. Yo'q, mana raqibi bu holatda siquvdan chiqib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Demakki, uchrashuv yakuniga yetib bormoqda. Ha? Yo'q, mana bu yerda muddatdan oldin kurash to'xtatildi. Shunday qilib, ko'k kiyimli Faxriddin Boltaboyev g'alaba qozonib, keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Og'ir vaznli polvonlarning yarim final uchrashuvlari davom etmoqda. Ko'k kiyimda Sherzod Mirzanov, Toshkent shahri polvoni, uning raqibi esa yashil kiyimda andijonlik Shavkat Omonullayev. Ha, mana shu bahs ham qiziqarli o'tishi lozim, chunki kurash muxlislari yodida bo'lsa, chorak final bahsida, aynan yarim final oldidan bo'lib o'tgan uchrashuvda Sherzod Mirzanov kutilmagan holatda, balkim kimlar uchun kutilgan ham bo'lishi mumkin, kimlar uchun kutilmagan holat bo'lishi mumkin. Aynan men bu narsani, bu so'zni ishlatishimga sabab bugungi yosh kurashchilar orasida o'z o'rniga ega bo'lgan Oyatulla Hakimov aynan Sherzod Mirzanov tomonidan mag'lubiyatga uchratilgan. Demak, Shavkat Omonullayevga bu safar oson bo'lmasligi aniq demoqchi edim. Mana shu fikrimni isboti sifatida Sherzod Mirzanov, yana bir respublikamizning mutlaq chempioni Shavkat Omonullayevni mag'lubiyatga uchratdi. Mana bu kurashda haqiqiy kutilmagan holatlardan biri sifatida e'tirof etilishi mumkin. Eng og'ir toshli polvonlarimiz Toshkent shaharining polvoni bilan Finalga chiqish uchun o'tkaziladigan mana shu uchrashuvda respublikamizning taniqli polvonlaridan biri Shuhrat Isoqov, uning raqibi esa hozirgina aytib o'tilgandek chet ellik polvonlardan biri gruziyalik Gela Puraxvanidze. Bu yerda Gela yashil kiyimda harakat qilayotganligini ko'rib turibsiz. Bundan oldingi bahsda barcha kurash muxlislari yodida bo'lsa, u o'z ukasi Data Puraxvanidzeni mag'lubiyatga uchratgan. Undan oldingi bahsda esa pokistonlik Shiroz ul Mavlani mag'lub etib, demak, yarim final bahsigacha yetib kelishdi. Ha, qiziqarli uchrashuvlardan biri O'zbekistonning eng kuchli polvonlaridan biri gruziyalik polvon bilan bel olishmoqda. Mana burash harakatida bo'layotgan har ikkala polvon, lekin bu yerda Shuhrat Isoqov biroz oldinroq, avvalroq bu usulni amalga oshira oldi va bu yerda chala bahosi Shuhrat Isoqovga berildi. Endi polvonlarning yana bir harakati boshlandi. Agar mana shu vaziyatda yana Shuhrat polvon vaziyatni o'nglaydigan bo'lsa, mana bu yerda Shuhrat Isoqov tomonidan qo'llanilgan chiroyli usul o'z natijasini berdi va 1 daqiqa ichida Shuhrat Isoqov g'alaba qozonib, final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Davom etadi. Mana juda chiroyli usullar keyingi soniya vaqt ichida andijonlik Isoqov sof g'alabaga erishdi. 90 kilogramm vazndagi polvonlarni biz final yo'llanmasini qo'lga kiritgan kurashchilarni eslatib o'tgandik. Mana endi esa yana bir uchrashuvdan so'ng biz final uchrashuvida ishtirok etgan polvonni bilib olishimiz mumkin. Zohid Jumaqulov ko'k kiyimda harakat qiladi. Uning raqibi esa rossiyalik Marat Xaziyev. Demak, dastlabki saralash bahslarida muvaffaqiyatli o'tgan, keyingi bir bahsda erkin kurashchi sifatida o'tgan Marat Xaziyev endi finalga yo'llanma olish uchun Zohid Jumaqulov bilan o'zaro bellashmoqda. Uchrashuvlarda esa hakamlar guruhi o'zgardi. Ahmad Bahromov Namangan, Yusufxon To'ychiyev Andijon va toshkentlik Xoldor Ergashevlar mana shu uchrashuvlarni boshqarib bormoqda. Mana bu Zohid Jumaqulov tomonidan bir chiroyli usul amalga oshirildi va shunday qilib Marat Xaziyev finalga chiqish imkoniyatini qo'ldan boy berdi. 90 kilogrammdan og'ir vazndagi polvonlarning yana bir uchrashuvi, demak finalga yo'llanma olish uchun Sherzod Mirzanov, uning raqibi esa ozarbayjonlik Aras Jafarov. Saralash bahslaridan muvaffaqiyatli o'tgan Aras Jafarov endi esa finalga chiqish uchun
gilamga chiqib kelmoqda. Ha, bugungi xalqaro turnirda ishtirok etayotgan xorijlik sportchilarning ko'pchiligi, kurashchilarning ko'pchiligi sovrinli o'rinlarga ham da'vogarlik qilmoqda. Albatta, Sherzod Mirzanov respublikamizning eng kuchli kurashchilaridan, chunki Shavkat Omonullayev, Oyatulla Hakimov singari palvonlarni aynan shu palvon davradan chiqarib yuborgan edi. Ana esa endi esa ozarbayjonlik kurashchi unga raqib bo'lmoqda. Hozir Sherzod Mirzanov raqibini yerdan ko'tarib oldi va mana bu yerda qo'llanilgan chiroyli usul bu yerda aytganimizdek Sherzod Mirzanovga g'alaba keltirmoqda. Bu güləşi vitse-prezidenti təşəkkür bildirik. Çünki bu günlük idmanı keçirdilər onlar. Çox gözəldir bu güləş. Düzdür, birinci dəfə də Azərbaycandan gəlirik, bu güləşi güləşirik biz. Çox gözəl, çox əla keçdi. Minnətdarımızı bildiririk vitse-prezidentlərinə, bütün idman komitəsinin, bütün idmançılarına hamısının minnətdarımızı bildiririk ki, bu günlük gözəl idmanı keçirdilər. Sağ olsunlar. Minnətdarıq onların bu gün idmanlarına. Hurmatli kurash ishqibozlari, Farg'onada o'tayotgan belbog' kurashi bo'yicha xalqaro turnirning dastlabki final uchrashuvini ko'rishimiz mumkin. 73 kg vaznda 50 dan ortiq palvonlar ro'yxatga olingan edi. Ana shulardan saralangan va so'nggi bosqichga yetib kelgan ikki palvon endi gilam markazida harakat qiladi. Ko'k kiyimda bu yerda Fazliddin Iskandarov sirdaryolik palvon, uning raqibi esa yashil kiyimda Shuhrat Isoqov andijonlik kurashchi. Ha, xalqaro turnirning birinchi bor o'tkazilayotgan mana shunday yirik xalqaro turnirning ilk g'olibi bo'lish aynan mana shu ikki palvondan biriga nasib qiladi. Demakki, uchrashuv qiziqarli va shiddatli o'tishi oldindan bir bashorat qilish mumkin. Shuhrat Isoqov o'tkazilgan 5 ta uchrashuvda muvaffaqiyatli g'alaba qozongandi. Mana bu yerda esa Isoqov tomonidan yana bir usul qo'llanildi va bu hakamlar tomonidan bir ovozdan halol deb baholandi va sof g'alabaga erishgan Shuhrat Isoqov Farg'onada o'tgan belbog' kurashi bo'yicha yirik xalqaro turnirning birinchi chempioni sifatida e'tirof etiladigan bo'ldi. 90 kg vazndagi palvonlarning final uchrashuvi, demak, xalqaro turnirning yana bir qiziqarli uchrashuviga navbat yetib kelmoqda. O'z raqiblaridan ustun kelgan va so'nggi bosqichga yetib kelgan palvonlarni tanishtirib o'tamiz. Ko'k kiyimda Ulug' Mamatov, Farg'ona viloyati palvoni. Yashil kiyimda esa Zohid Jumaqulov. Ha, andijonlik yana bir palvon final bahsida farg'onalik kurashchi bilan bela olishadi. Mana shunday yirik xalqaro turnirda g'alaba qozonish har bir palvonning orzusi. Mana shu yo'lda esa uning zahmatlari o'ziga yarasha bo'ladi. Buni barchamiz ko'rib turibmiz, chunki 90 kg vazndagi palvonlarda ham 20 dan ortiq palvonlar ro'yxatga olinganda, mana shu palvonlar chig'irig'idan o'tib kelgan ikki kurashchi endi g'oliblik uchun gilam markazida harakat qilmoqda. Azaldan mana shunday yirik bahslarda ko'p bor ta'kidlaganimizdek, andijonlik palvonlar ko'proq o'sha medallarga da'vogarlik qilishadi. Ularga esa ko'p o'rinlarda Namangan va Farg'ona palvonlari asosiy raqib bo'lishgan. Bugungi kunda esa Sirdaryo va Toshkent shahri jamoalari ham ularga qarshi jiddiy raqib bo'la olishini isbotlamoqda. Biz bundan oldingi final bahslarida ham buni ko'rgandik. Hozir esa ko'k kiyimli kurashchiga sust kurashganligi uchun tanbeh ogohlantirishi berilmoqda. Farg'onalik Ulug'bek Mamatov hozircha bir tanbeh ogohlantirishi bilan imkoniyatni boy bermoqda. Agar yana shu harakat, yana shunday sust harakat ijro etiladigan bo'lsa, navbatdagi ogohlantirish berish. Mana bu vaziyatda esa palvonlar faollikka kirishgan. Ko'ramiz. Yo'q, bu yerda albatta yashil kiyimli kurashchi tomonidan bir usul ijro etildi va bu o'z navbatida g'alabani keltirdi. Harakat Ulug'bek Mamatov tomonidan boshlangan bo'lsa-da, uning yakuni Zohid Jumaqulov tomonidan ijro etildi va shunday qilib 90 kg vaznda Zohid Jumaqulov g'alaba qozonib turnirning bosh sovrinini qo'lga kiritdi.
90 kilogramdan og'ir vazndagi palvonlar uchrashuvi. Ko'k kiyimda Faxriddin Boltaboyev, yashil kiyimda esa yana bir farg'onalik kurashchi, taniqli palvonlardan biri Sherzod Mirzanov, Toshkent shahri jamoasi a'zosi. Mana shu palvonlar bahsidan so'ng, demak biz final uchrashuvi yakunidan so'ng g'olib chiqadigan, og'ir vaznda g'olib bo'lgan palvonlarni ko'rib olishimiz mumkin. Ha? Faxriddin Boltaboyev yarim final bahsida qiyinchilik bilan bo'lsa-da g'alaba qozongan edi. Endi esa unga o'zidan bir muncha yosh bo'lgan Sherzod Mirzanov, ancha yoshlik shijoati ustun turadigan palvonlardan biri raqib bo'lmoqda. Ko'ramiz, tajriba ustun keladimi yoki yoshlik shijoati, bu narsani esa mana gilam hal qiladi. Qolaversa hakamlar adolat yuzasidan, odillik yuzasidan mana shu ishlarni nazorat qilib bormoqda. Albatta Faxriddinga nisbatan Sherzod Mirzanovda imkoniyatlar ancha yuqori. Buni yana bir takror qilib aytishimiz mumkinki, bunga o'sha yoshlik shijoati kuch bag'ishlaydi. Lekin yo'q, mana bu yerdagi bu yerda ikki hakam hozir ko'k kiyimli kurashchining usulini chala deb baholashmoqda. Albatta bu yerda palvonlar tomonidan ijro etiladigan usullar nazorat qilib borilishi lozim. Chunki biroz xatolik har qanday palvonning mehnatini kuydirishi mumkin. Yaxshimki hakamlar bu yerda qarori o'zgardi. Mana bu yerda Faxriddin Boltaboyev raqibini ko'tarib olgandi, lekin afsuski u imkoniyatdan foydalana olmadi. Yana ikkinchi bor mana shu harakat davom etmoqda. Yo'q. Sherzod Mirzanov va bu yerda kutilgan natija yuzaga keldi. Faxriddin Boltaboyev tomonidan qo'llanilgan mana shu tajribaning kuchi yuzaga chiqdi va u tomonidan ijro etilgan usul sof g'alabani keltirib chiqarmoqda. Faxriddin Boltaboyev 90 kilogramdan og'ir vaznli palvonlar bahsida bosh mukofotni qo'lga kiritdi. Shundan so'ng o'tkazilgan mutlaq vazn bahslarida esa toshkentlik Sherzod Mirzanov barcha raqiblardan ustun kelib, oltin medalga sazovor bo'lgan. Ikkinchi o'rin esa namanganlik Nuriddin G'oziyevga nasib qildi. Bo'lib o'tgan taqdirlash marosimlarida g'olib va sovrindorlarga medal va sovrinlarni Davlat jismoniy tarbiya sport qo'mitasi raisi Komil Yusupov, Xalqaro kurash assotsiatsiyasi bosh kotibi Umid Yoqubov, Kurash milliy federatsiyasi vitse-prezidentlari Mahmud Ahmatov, Boymurod Yusupov, Bahodir Tojiyev hamda Farg'ona viloyati hokimligi vakillari topshirishdi. Shunday qilib, Farg'ona shahrida bo'lib o'tgan belbog' kurashi bo'yicha yirik xalqaro turnirdan tayyorlangan reportajimizni yakunlaymiz. Sharhlovchi Musulmon Elmurodov, rejissor Hamza Karimov, tasvirchi Davlat Qosimov. Xayr, omon bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli kurash ishqibozlari. Farg'ona shahridagi markaziy amfiteatrda bo'lib o'tgan O'zbekiston polvonlar yurti nomli katta kurash bayramidan tayyorlangan reportajimizni boshlaymiz. Ha, barcha kurash bayramlaridan sizga yaxshi ma'lum, mana shunday katta bayramlarni doimo yosh polvonlarning chiqishlari bilan boshlab berilgan. Bugungi katta bayramda ham shu an'ana davom etdi va mana ko'rib turganingizdek, hakamning o'ng qo'lida harakat qilgan polvon yigitlarimizdan biri g'alaba qozondi va tashkilotchilar tomonidan qimmatbaho sovg'a bilan taqdirlandi. Shuningdek, katta kurash bayramlarini doimo polvonlikni yelkasida ko'tarib yurgan qariya polvonlarimiz boshlab berishardi. Mana ana shu an'anaga muvofiq farg'onalik ikki otaxon kurash davrasiga chiqib kelmoqda va ularning chiqishlaridan so'ng biz mana shu O'zbekiston polvonlar yurti nomli bayramning asosiy qismiga o'tishimiz mumkin. Ko'k kiyimda Ahmadjon Egamov, Farg'ona viloyati Rishton tumani polvoni. Yashil kiyimda esa Abduqodir Jumaboyev. Bu polvon ham Rishton tumanidan ekanligi aytib o'tildi. Ha, mana shunday keksa polvonlarimizning chiqishi
endilikda musobaqaga shay turgan yosh kurashchilarga ham bir o'rnak va maktab bo'lsa ne ajab. Mana o'rtadagi hakam endi palvonlarni kurash gilamiga taklif qildi va Shavkat Mirzaqulov hozir palvonlar belbog'dan ushlash amalini bajarganidan so'ng kurashga ruxsat beradi. Bugungi kunda Farg'ona vodiysida faxriy kurashchilar safi juda keng. Vaqtida o'z davrining zo'r palvonlari bo'lgan otaxonlar bugun mana shu katta kurash bayramini ham to'ldirib o'tiribdi. Mana hozir kurash boshlandi. Albatta bir ramziy kurashda ham o'ziga yarasha joziba bor. Mana shu palvonlarning shu yoshda ham gilamga chiqishlari o'zi bir katta palvonlik desak to'g'ri bo'ladi. Mana bu yerda kitlash usullari bir ikki bor harakatga keldi. Bu esa o'sha muxlislarning ham bir jonlanishiga sabab bo'lgandi. Mana palvonlarimiz dastlabki daqiqada harakat qilishmoqda. O'z navbatida bayram tashkilotchilari bahs qanday yakunlanishidan qat'iy nazar faxriy kurashchilarga ham sovrin e'lon qilishgan. Mana rishtonlik palvonlar aytib o'tganidek, barcha kurash muxlislariga belbog' kurashining bir jozibasini namoyish qilib berdi va shunday qilib hakam bu yerda har ikkala otaxonning qo'lini baland ko'tarmoqda va ularni har ikkalasini g'olib sifatida e'tirof etdi va ularga qimmatbaho sovg'alar o'z navbatida tashkilotchilar tomonidan topshirilmoqda. Endi katta bayramdan o'rin olgan yana bir palvonlarning chiqishini tomosha qilamiz. Mana ekranda ko'rib turganimiz Araz Jafarov, ozarbayjonlik kurashchi, uning raqibi esa yashil kiyimda farg'onalik Mironshoh Ro'ziyev. Mana shu palvonlar chiqishi ham bugungi katta dasturdan o'rin olgan, ya'ni kurash bayramida sovrin qo'yilganligini biz oldindan e'tirof etgandik. Bugun esa mana shu sovrinlardan biriga mehmon kurashchilar da'vogar bo'lishdi. Yana ozarbayjonlik Araz Jafarov hozir o'z omadini gilamda sinab ko'radi. Kurash muxlislari yodida bo'lsa, bir kun muqaddam mana shu katta majmuada belbog' kurash bo'yicha xalqaro turnir bo'lib o'tgandi va unda aynan Ozarbayjon va ko'plab respublikalardan kelgan palvonlar ham ishtirok etgan va ulardan biri mana hozir gilamda harakat qilmoqda va ozarbayjonlik kurashchi tomonidan bajarilgan usul qanday chiroyli yakuniga yetganligini ko'rishingiz mumkin. Va qisqa soniyalar ichida ozarbayjonlik Araz Jafarov g'alaba qozonib sovrinni qo'lga kiritdi. Mana takroriy lavhada ko'rishimiz mumkinki, belbog' kurashining ajoyib usullaridan biri amalga oshirilgan. Endi esa O'zbekiston palvonlar yurti nomli katta kurash bayramining asosiy bahslariga ham navbat yetib kelmoqda. Belbog' kurashi bo'yicha Sirdaryo va Farg'ona viloyati palvonlari saf tortishdi. Ko'k kiyimda sirdaryolik palvonlar, men esa hozir ularni tanishtirib o'taman. 60 kg vaznda Shohimardon Musulmonov, 66 kg vaznda Sarvar Turdiyev, 73 kg Sherqul Berdiyorov, 81 kg Fazliddin Iskandarov, Sultonali Turdaliyev, Abduvohid Esonboyev, Mahmud Ochilov. Farg'onalik kurashchilar Iqbol Mamajonov, Odilbek Mehmonov, Valishir Karimov, Ulug'bek Mamatov. Mana endi kurash gilamida esa qiziqarli bahslardan biri o'z yakuniga yetdi. 60 kg vaznda gilamga chiqqan Shohimardon Musulmonov sirdaryolik kurashchi qisqa soniyada farg'onalik Iqbol Mamajonovga mag'lubiyatga uchradi. Mana takroriy lavhada ham ajoyib usullardan biri ijro etilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, hozircha ikki viloyat jamoasi o'rtasidagi bahsda Bruno hisobida Farg'ona viloyati jamoasi oldinga chiqib oldi. Endi esa 66 kg vazndagi palvonlarning chiqishini tomosha qilamiz. Ko'k kiyimda Sarvar Turdiyev sirdaryolik kurashchi, yashil kiyimda Odilbek Mehmonov farg'onalik kurashchi. Mana bahslar hakam ruxsati bilan boshlangan. Gilam markazidagi harakatlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda faollik mana yashil kiyimli kurashchida ekanligi ko'rinib turibdi va bu yerda hakam dastlabki yo'q, bu yerda hozir chala bahosini ko'k kiyimli kurashchiga berganligini ko'rsatdi. Sarvar Turdiyev hozircha yarim g'alaba bilan oldinga chiqib olgan. Mana belbog' kurashining talablari bajarilganidan so'ng hakam kurashchilarga ruxsat berdi va yengil vaznli palvonlarning yengil harakatlari mana ko'zimizga tashlanib turibdi, lekin hozircha biz kutgan o'sha belbog' kurashining bir chiroyli usullari yuzaga kelgani yo'q. Odilbek Mehmonov yashil kiyimdagi kurashchi
Farg'ona viloyati jamoat sharafini himoya qilmoqda. Mana shu bahs yakuniga yetganidan so'ng esa 3-juftlik bahslarini biz gilamda ko'rishimiz mumkin. Bugun mana shu amfiteatrga yig'ilgan 4000 ga yaqin muxlislar ajoyib kurash bayramining guvohi bo'lishmoqda. Mana hakam hozir bu yerda sust kurashganligi uchun ko'k kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishini bermoqda. Mana endi palvonlar faollikni yuzaga keltirishmoqda. Yo'q, yashil kiyimli kurashchi hozir yaxshi imkoniyatni qo'ldan chiqardi deyish mumkin. Hozircha bir chala va bir tanbeh ogohlantirishi ko'k kiyimli kurashchiga berilgan. Hozircha eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyati jamoasi 1-0 hisobida oldinda bormoqda. Aynan mazkur viloyatning 60 kg vaznidagi palvoni Iqbol Mamajonov dastlabki g'alabani bundan oldingi bahsda qo'lga kiritgan edi. Endi esa yashil kiyimli kurashchiga ham tanbeh ogohlantirishi berilmoqda. Va vaqtda o'tgan sayin bu yerda hakam faollikka palvonlarni chaqirdi. Mana bu yerda burash usuli hozir amalga oshirildi. Harakat baholanmaydi. Yo'q, hozircha biz yakuniy natija beradigan usullarni ko'rganimiz yo'q. 3-oxirgi daqiqa. Bitta chala. Mana uchrashuvning 2 daqiqasi ortda qolgan. Demak, mana shu suskashlik yo'q. Mana bu yerda yashil kiyimli kurashchi tomonidan yana bir usul ijro etildiki, bu o'z navbatida palvonlar harakatini hakam chala deb baholadi. Birodarlar, mana shu kurash mana qizil bo'lyapti. Shu kurashga Sirdaryo viloyati hokimligi mana bu bajarilgan usul esa o'z navbatida halol bahosini keltirganligini aytib o'tishimiz mumkin. Shunday qilib Farg'ona viloyati jamoasi hozircha 2-0 hisobida oldinga chiqib oldi. Mana biz g'olib sportchini ko'rib olishimiz. Mana takror usulga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, yana bir ajoyib usullar ijro etilgan. Endi esa 73 kg vaznda Sherqul Berdiyorov, ko'k kiyimda, yashil kiyimda uning raqibi Valishir Karimov. Farg'ona viloyati hokimligining Mana shu palvonlar bahsiga Farg'ona va Sirdaryo viloyati hokimligi tomonidan ta'sis etilgan qimmatbaho sovg'alar qo'yilgan va g'olib kurashchilar ana shu sovg'alarni egasi bo'ladi va o'z navbatida g'olib bo'lgan jamoaga esa Farg'ona viloyati hokimligi tomonidan yana alohida sovrinlar, qolaversa O'zbekiston kurash milliy federatsiyasining sovrinlari ham ajratilgan. Aytib o'tish kerakki, belbog' kurashining yangi qoidalari amal qila boshlaganiga ham qisqa vaqtlar o'tsa-da, mana o'z ommaviyligiga yetib bormoqda. Kurash muxlislari e'tibor qilgan bo'lsa, albatta birinchi navbatda kurash kiyimlarida o'zgarishlar bo'lganligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Mana oq kiyimda kurashchilar harakat qilmoqda. Ularning faqatgina ishtonlari ko'k va yashil rangda belgilab qo'yilgan va mana shu holatdagina biz kurashchilarni ranglarga ajratishimiz mumkin. kurashchilar diqqatiga yengillar. O'zbek kurashining ikkinchi usuli deb e'tirof etilgan mana shu belbog' kurashini ham xalqaro maydonlarga olib chiqish uchun mana shu tarzda jiddiy harakatlar boshlandi. O'z navbatida yangi qoidalarni muvofiqlashtirishda Xalqaro kurash assotsiatsiyasi prezidenti Komil Yusupov tomonidan tavsiya etilgan qonun-qoidalar o'rganib chiqildi va qo'llab-quvvatlandi va bugungi kunda mana shu qoidalar asosida musobaqalar o'tkazilmoqda. Bu yerda esa hozir hakam sust kurashganligi uchun ko'k kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishini bergan. Bo'lib o'tgan mana shu bayramdan bir kun muqaddam xalqaro turnir tashkil etildi va ana shu turnirda ham yangi qonun-qoidalar amal qildi va yangi qonun-qoidalar asoschisi Komiljon Yusupov ham mana shu musobaqalarni bevosita kuzatdi. Va shu yerda o'tirgan ko'plab kurash muxlislari endilikda belbog' kurashi ham xalqaro maydonga chiqish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'lganligini, Xalqaro kurash assotsiatsiyasi tomonidan ishlar olib borilayotganligini ta'kidlashdi. Bu yerda esa gilamda mana hakam endi yashil kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishini bermoqda. Yo'q, mana hozir palvonlarning bu harakatlari shunchaki bir sinash harakatidek baholanishi mumkin. Mana hakam palvonlarni faollikka chaqirmoqda, chunki har ikkalasida bittadan tanbeh ogohlantirishi bor. Agar mana shu sustkashlik davom etadigan bo'lsa, ulardan biri yana tanbeh oladi. Bu esa o'z navbatida tanbeh olgan kurashchining mag'lubiyati bilan yakunlanadi. Chala usuli qachon beriladi?
Chunki belbog' kurashi yangi qoidasiga ko'ra ikki tanbeh ogohlantirishi mag'lubiyatga teng bo'ladi. Ikki chala bahosi esa o'sha kurashchiga g'alaba keltiradi. Mana bu yerda hakam hozir sust harakat qilganligi uchun ko'p kiyimli kurashchiga navbatdagi ogohlantirishni berdi va shunday qilib Valisher Karimov g'alaba qozonib o'z jamoasini oldinga olib chiqdi. Endi esa 81 kg vazndagi palvonlar. Ko'p kiyimda Fazliddin Iskandarov sirdaryolik kurashchi, uning raqibi yashil kiyimda Ulug'bek Mamatov. Hozir endigina mana hakam kurashga ruxsat berdi. Mana 81 kilogramli palvonlarimiz bellashyapti. Ko'p kiyimda. Yo'q, hali dastlabki daqiqalarda biz kutayotgan natija. Mana bu yerda esa yashil kiyimli kurashchi tomonidan biroz harakatlar amalga oshirilganligini ko'rdik va bu esa o'z navbatida menimcha Ulug'bek Mamatovga g'alaba keltirdi. Mana takror lavhada ham ko'rishimiz mumkin mana shu usulni. 90 kg vazndagi palvonlar bahsi davom etadi. Sultonali Turdialiyev ko'p kiyimli kurashchi, yashil kiyimda esa Nodir Jo'rayev farg'onalik kurashchi. Mana Shavkat Mirzaqulov palvonlarning belbog' o'xshashlarini nazoratga o'tkazdi va endigina kurashga ruxsat bermoqda. Dastlabki soniyalarda qilinayotgan harakat va ko'p kiyimli kurashchi tomonidan bu yerda halol bahosi. Albatta, hakam tomonidan mana shu usul halol deb baholandi va ko'p kiyimli sirdaryolik palvon Sultonali Turdialiyev muddatdan oldin g'alaba qozonib o'z jamoasiga dastlabki ochkoni keltirdi. Hozircha to'g'ri bir hisobda Farg'ona viloyati jamoasi palvonlari oldinda bormoqda. Endi 100 kg vazndagi palvonlarning chiqishini tomosha qilamiz. Ko'p kiyimda Abduvohid Donoboyev sirdaryolik kurashchi, uning raqibi Anvar Abdumo'minov yashil kiyimda harakat qiladi. Va mana shu bahslar yakunlanishidan oldin aytib o'tishimiz mumkinki, umumiy jamoa hisobida hozir Farg'ona viloyati jamoasi ko'zlangan maqsadga erishib bo'lgan. To'g'ri bir hisobida oldinda borayotgan jamoa ikki bahsni boy bergan taqdirda ham hisob 4-3 bo'ladi va Farg'ona viloyati jamoasi final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Belbog' kurashi qoidalari talablariga muvofiq hozir hakam palvonlarning beldan ushlashlarini kuzatib bordi va endigina mana ruxsat bermoqda. Bahslarni mana shu daqiqalardan biz asosiy qismi boshlanganligini aytishimiz mumkin. 100 kilogramgacha bo'lgan palvonlar. Bir-birini yaxshi biladigan palvonlardan, chunki Anvar Abdumo'minov bir necha yil oldin o'tkazilgan Farg'onadagi mana shunday xalqaro yirik turnirda ham muvaffaqiyatli ishtirok etganda, keyinchalik O'zbekiston chempionatlarida ham bu palvonning imkoniyatlari ancha yuqori. Mana dastlabki yarim daqiqa ortda qoldi. Hozircha biror bir palvon tomonidan usul ijro etilmadi. Shu bois mana hakam bu yerda sust kurashganligi uchun ko'p kiyimli kurashchiga tanbeh ogohlantirishini bermoqda. Mana endi harakat boshlandi. Buni oxiriga yetkazishgina faqat palvonlar tomonidan kuch talab qilinadi. Bu yerda esa ko'p kiyimli kurashchi shu vaziyatdan chiqa oldi. Endi esa Anvar Abdumo'minov tomonidan mana bu bajarilgan usulni hakam bir ovozdan bu yerda halol deya baholamoqda va mana shu holat muxlislarga ham qanchalik yoqib tushganligini ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib Farg'ona viloyatining yana bir palvoni 5-g'alabani qo'lga kiritdi. 5-1. 100 kilogramdan og'ir vaznli palvonlarning chiqishi. Ko'k kiyimda Mahmud Ochilov sirdaryolik kurashchi, yashil kiyimda Faxriddin Boltaboyev farg'onalik taniqli kurashchi, xalqaro turnirlar g'olibi, O'zbekiston chempioni, mutlaq chempionlikda ham doimo g'oliblikka asosiy da'vogar bo'ladigan palvonlardan. Hozir umumiy hisobda kerakli natija farg'onalik tomonlar tomonidan qo'lga kiritib bo'lingan, faqatgina shaxsiy birinchilikda, ya'ni hokimliklar tomonidan sovrin sifatida e'tirof etilgan sovg'alar uchun mana shu palvonlarning chiqishi shiddatli o'tishi mumkin. Mazkur juftlikda g'alaba qozongan viloyat jamoasi final bahsida namanganlik belbog' kurashi ustalari bilan gilamga chiqadi. Shuningdek, belbog' kurashi yakuniga yetganidan so'ng mana shu saralash yarim final bahslari yakunlanganidan so'ng kurash bo'yicha ham viloyatlar palvonlarining chiqishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda Boltaboyev tomonidan qo'llanilgan usul, menimcha bu yerda chala bahosi, yashil kiyimli kurashchiga hakam chala bahosini ko'rsatdi. Agar mana shu usul oxirigacha yetkazilganda, ya'ni ko'p kiyimli kurashchi yerga yiqilayotgan paytda oyog'i yerga tegmaganida bu halol bahosini keltirishi mumkin edi. Hakam bu vaziyatni
to'g'ri anglay olgani uchun hozir chala bahosini ko'rsatmoqda. Yutug'i tufayli o'z raqibidan g'alaba qozonishi mumkin. Mana endi mana bir yosh o'sib kelayotgan Xalqaro kurash assotsiatsiyasi bosh kotibi Umid Yoqubov, Kurash milliy federatsiyasi bosh kotibi Alisher Ushanqulov, mana Belbog kurash vitse-prezidenti Sobirjon Nuriddinov kurashlarni kuzatib turganda, bu yerda esa biz fikrimizni tugatgunga qadar Faxriddin Boltaboyev sof g'alabaga erishib, umumiy hisobda o'z jamoasini 6-1 hisobidagi g'alabasini ta'minladi. Endi mana Belbog kurashi bo'yicha yarim final bahsida ishtirok etgan jamoalar saf tortishdi va Belbog kurash federatsiyasi bosh kotibi Rustam Isoqov g'olib jamoa Farg'ona terma jamoasi bosh murabbiyiga hokimlik tomonidan ta'sis etilgan sovrinni topshirdi va o'z navbatida kurashchilarni ham tabriklamoqda. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan keldik. Shayda mana yaxshi kurash bo'lyapti. Shu otalar kurashayotgan o'g'illarimiz orqasidan keldik. Kurash nihoyatda yaxshi o'tyapti. Shu belbog'li kurash mana jahon arenalariga chiqsa yaxshi bo'lardi. Shu kurashchilarga omad tilaymiz. Shu kurashchiga tilaymiz. O'zbekiston Palvonlar yurti nomli katta kurash bayrami davom etadi. Endi kurash bahslariga ham navbat yetib keldi. Mana ko'k kiyimda Sirdaryo viloyati jamoasi a'zolari, yashil kiyimda farg'onalik kurashchilar. Sirdaryo viloyati jamoasini Alisher Bo'ronov, Normurod G'oyipov, Olim Nurov, To'ymurod Boboyev, Komil Bozorov, Iskandar To'xtamov, Mahmud Ochilovlar himoya qilishadi. Farg'ona viloyati sharafini esa Umid Halilov, Sherzod To'xtasinov, Jahongir Ahmadaliyev, Oybek Yo'ldoshev, Umid Mahkamov, Baxtiyor Qodirov, Murod Asqarov singari yashil kiyimli kurashchilar himoya qilishini aytib o'tishimiz mumkin. Ha, bugun katta kurash bayramida Belbog kurashi bo'yicha Sirdaryo, Farg'ona va Namangan viloyati jamoalari ishtirok etmoqda. Gilamda esa kurash bo'yicha 66 kg vazndagi palvonlarning chiqishi. Ko'k kiyimda Normurod G'oyipov sirdaryolik kurashchi, uning raqibi Sherzod To'xtasinov yashil kiyimda harakat qilmoqda. Tuz kurashganligi uchun bu yerda yakkalik kurashchiga tanbeh ogohlantirish berildi. Ogohlantirish beriladi. Umid Halilovga. Bu yerda hozir yo'q, yashil kiyimli kurashchining biroz harakatsizlashgan edi va keyingi bajarilgan usul esa bu yerda hozir yonbosh bahosini keltirmoqda. Yosh hakamlarimizdan biri Komiljon Hayitov hozir yashil yakkalik kurashchi yarim g'alabaga erishayotganligini ko'rsatib o'tdi. Farg'onada asosan belbog kurashi shu paytgacha ommaviy bo'lib kelgan bo'lsa, bugungi kunda kurash bahslariga ham qiziqish juda oshkor. Mana hozir ko'rganimizdek, gapimiz isboti sifatida Sherzod To'xtasinov kurash usullaridan birini chiroyli tarzda amalga oshirdi va o'z jamoasini hozircha burunli hisobida oldinga olib chiqdi. Ikki yonbosh va o'z navbatida u halol bahosini keltirib chiqargan. Endi esa 60 kg vaznda Alisher Bo'ronov ko'k kiyimda, uning raqibi yashil kiyimda Umid Halilov farg'onalik kurashchi. Mana Bozor Ergashev Respublika toifasidagi hakam bahslarini boshladi va bu yerda hozir yashil yakkalik kurash tomonidan bajarilgan usul menimcha chala bahosini, albatta hakam tomonidan ham bu narsa ko'rsatilmoqda, chala bahosini keltirib chiqargan. Yo'q, vazni yengil kurashchilar bahsida zerikarli holatlar bo'lishi juda qiyin, chunki ular ancha yengil harakat qilishadi va mana shu holatda hozir kurash bahslari qiziqarli o'tishini umid qilishimiz mumkin. Yo'q, bu yerda hozir ko'p yakkalik kurashchi tomonidan bajarilayotgan usul yakuniga yetmadi. Kurash bahslarida Toshkent viloyati, Andijon, Sirdaryo va Farg'ona viloyati jamoalari ishtirok etishi lozim va ana shu bahslardan saralashdan o'tgan kurashchilar keyinchalik final uchrashuvlariga yo'llanmalishi. Yo'q, bu yerda ba'zan kurashning mana shu usullarini unchalik yaxshi o'zlashtirmaganligi bu yerda palvonlar tomonidan ijro etilmoqda. Bu yerda hakam biroz kurashni to'xtatishi mumkin edi. Chunki bu supurma usuli bajarilayotgan paytda kurashchidan o'sha mahorat talab qilinadi. Bu yerda hozir hakamlar
biz biroz ayashdi kurashchilari, chunki kurashchilar hozir sust va qonunga biroz xilof harakat qilishgandi. Endi esa o'z navbatida yashil yaktalik kurashchiga bu yerda hakam tomonidan dastlabki ogohlantirish ham berilmoqda. Endi esa bu ogohlantirish ikkinchisiga aylandi va yashil yaktalik kurashchi tanbehdan so'ng bu yerda dakka ogohlantirishini ham o'ziga oladigan bo'ldi. Shunday qilib hozircha yarim g'alaba endi ko'k kiyimli kurashchi tomoniga o'tgan. Yo'q, bu yerda hozir ko'k yaktalik kurashchida ham sustlashlik harakatlari bor. Bu mana so'zimiz sifatida hakam ko'k yaktalik kurashchiga tanbeh ogohlantirishini berdi. Yo'q, bu usul. Hozir faollik yashil yaktalik kurashchi tomoniga o'tgan. Lekin baholanadigan harakatlar yuzaga kelgani yo'q. Gilam tashqarisiga chiqib ketildi mana bu yerda. Kurash qoidasiga ko'ra albatta bir raqib gilamning belgilangan chizig'idan tashqariga o'tganidan so'ng bahslar to'xtatiladi. Vaqt. Bu yerda hozir vaqt o'z nihoyasiga yetdi va shunday qilib 5-0 hisobida ko'k yaktalik kurashchi Alisher Bo'ronov g'alaba qozonib, hozircha ikki viloyat jamoalari bahsida hisobni tenglashtirdi. Mana muxlislarda ko'rib turibmiz. Albatta mana shu kurash bahslariga qiziqish juda yuqori. Endi esa 73 kg vaznda Olim Nurov, sirdaryolik kurashchi, uning raqibi yashil kiyimda Jahongir Ahmadaliyev. Sevara Dehqonova mana shu respublika toifasidagi hakamlardan biri, asli farg'onalik hakam, mana shu bahslarni boshqarib bormoqda. Yo'q, hozir mana bu yerda hakam biroz, ko'k kiyimli kurashchi tomonidan bajarilgan usulni chala deb baholamaganligini ko'rdik. Demak, sirdaryolik kurashchi hozircha biroz ustunlikka ega. Yo'q, mana bu harakat baholanadigan holatda emas. Shu bois hakam yana bahslarni gilam markazidan boshladi. Mana shu katta kurash bayramini kuzatib turgan muxlislar o'zbek kurashining har ikkala usulini bir paytda va bir holatda, bir kunda mana shunday katta bayramlarda o'tkazilishida bir qanchalik ma'no borligini yaxshi anglagan bo'lsalar kerak. Chunki bizda aslida bir kurashimiz bor, bu o'zbek kurashi deyiladi. Albatta uning ikki usuli mavjud va bu usuldan biri bugun xalqaro maydonda o'z mavqeiga ega bo'ldi. Mana shu biz tomosha qilayotgan usuldagi kurash butun dunyoda o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Endi esa navbat mana shu belbog' kurashiga ham yetib kelmoqda. Buning uchun mana aytib o'tganimizdek, belbog' usuli bo'yicha ham yangi qonun qoidalar ishlab chiqildi va amal qilinmoqda. Buning o'ziga xos afzallik tomonlari bo'lganligi mana shu mutaxassislar tomonidan ham bir necha bor ta'kidlandi. Xalqaro kurash assotsiatsiyasi tomonidan bajarilayotgan ishlar mana shu holatlarda ham ko'rinadiki, endi belbog' kurashiga bo'lgan e'tibor ham tubdan o'zgargan. Aslida mana shu o'zgarish qay darajada ekanligi har qanday sport turida uning mukammal qonun qoidalarida namoyon bo'ladi va mana shu qonun qoidalar yaratilgan taqdirdagina uni biz mukammal deyishimiz mumkin. Bu yerda esa gilamda hakam ko'k yaktalik kurashchiga sust kurashganligi uchun endi tanbeh ogohlantirishini bergan. Yo'q, mana qulay imkoniyat paydo bo'lgan vaziyatda faqatgina biroz ulgurmadi desak aniqroq bo'ladi yashil yaktalik kurashchi. Farg'onalik kurash muxlislari biz yurti palvonni faollikka chaqirmoqda, lekin hozircha Jahongir Ahmadaliyev tomonidan to'liq usul amalga oshirilmadi. Mana bu yerda yo'q. Bu yerda ham yelka usuli oxiriga yetmadi. Uchrashuvning so'nggi soniyalari. Kichik ustunlikda ko'k yaktakli kurashchi oldinda borayapti. Tayyorlansin To'ymurod Boboyev, Oybek Yo'ldoshev. Mana shu bahslardan so'ng 81 kg vazndagi palvonlar
kurashi o'tkaziladi. To'ymurod Boboyev, uning raqibi farg'onalik Oybek Yo'ldoshev. Yo'q, mana butunlay hozir biron bir kurashchida ustunlik bor deyish qiyin, chunki har ikkala kurashchida ham charchoq alomatlari seziladi. Va bu yerda hozir hakam bahsni to'xtatdi. Sust kurashganligi uchun ko'k yakaylik kurashchiga dakki ogohlantirishi berilmoqda. Endi Jahongir Ahmadaliyevga ustunlik butunlay o'tgan. Yo'q, bu yerda hakam bahsni to'xtatdi. Shunday qilib 5-0 hisobida yashil yakaylik kurashchi Jahongir Ahmadaliyev g'alaba qozonib, Farg'ona viloyati jamoasini 2-1 hisobida oldinga olib chiqdi. Endi 81 kg vazndagi palvonlar bahsi. Ko'k kiyimda To'ymurod Boboyev sirdaryolik kurashchi, uning raqibi yashil kiyimda Oybek Yo'ldoshev. Ulug'bek Abdurahmonov o'rtadagi hakam, Respublika toifasidagi hakam. Hozircha eslatib o'tishimiz mumkin, Farg'ona viloyati palvonlari 2-1 hisobida oldinda borishmoqda. Hakam bu yerda bahsni to'xtatishga majbur, chunki kurashchilar gilam chetiga chiqib qolishgandi va o'z navbatida yana o'rtadan bahslar boshlanadi. Mana bu yerda yashil yakaylik kurashchi tomonidan bajarilgan usul menimcha yonbosh bahosini keltiradi. Hozircha yonbosh ustunligi. Bu yerda taqiqlangan usul qo'llanganligi uchun yashil yakaylik kurashchiga tanbeh ogohlantirishi berildi. Sirdaryolik kurashchida biroz horg'inlik alomatlarini bilish mumkin. Yo'q, bu yerda hozir usullar shunchaki bir mashg'ulot shaklida bir amalga oshirilmoqchi bo'ldi, lekin bu katta kurash musobaqalari hech qachon natija bermagan. Sirdaryo va Farg'ona viloyati palvonlari ishtirokida o'tayotgan bahs biroz zerikarli bo'lsa-da aytish mumkinki, bugun kurash mana shu viloyatlarda ham o'zining ommaviylik darajasiga erishib bormoqda. Mana kurash muxlislari, barcha amfiteatrga yig'ilgan ishqibozlar qiziqarli bahslarni kuzatib bormoqda. Bir kun muqaddam xalqaro turnir o'tkazilgan bo'lsa, endi mana shunday bahslar bayramlarga ulanib ketdi. Bosh hakam oldiga keling. Jahongir Karimov. Va mana bajarilgan usulni ko'rishimiz mumkin. Bu menimcha to'rt hakam tomonidan birdaniga halol bahosi ko'rsatildi. Bu biroz noto'g'ri edi va u o'z navbatida xatosini to'g'riladi va ikki yonbosh bahosidan so'ng bu yerda yashil yakaylik kurashchi sof g'alabaga erishdi. Endi 90 kg vazndagi palvonlar Komil Bozorov ko'k kiyimda, uning raqibi Umid Mahkamov, farg'onalik kurashchi. Hozircha hisob 3-1 oldinda Farg'ona viloyati jamoasi a'zolari. Bu barchasi tugadi degani emas, chunki oldinda yana 3 ta kurash bor. Mana shu bahslarda to'liq ustunlik sirdaryolik palvonlar tomoniga o'tadigan bo'lsa, demak ko'p kiyimli palvonlar keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritishi mumkin. Bu ko'p jihatdan mana shu 90 kilogramdagi Komil Bozorovga ham bog'liq. Yo'q, bu yerda hozir chala bahosi menimcha. Yo'q, bu yerda hakam harakat baholanmaydi. Baholashni ma'qul ko'rmadi. Tayyorlansin Iskandar To'xtamov, Baxtiyor Qodirov. Endi mana ko'k yakaylik kurash tomonidan yo'q. Kerakli vaziyatlarda
faollikni qo'ldan berib qo'yish mana shu ko'kataylik kurashchining eng katta kamchiligi bo'lmoqda deyish mumkin. Mana bu holatda ham ko'rishingiz mumkin. Agar tajribaliroq kurashchi bo'lganda mana shu holatda ham yana bir chala bahosini ishlab olishi mumkin edi. Dastlabki daqiqa ortda qoldi. Endi mana shu uchrashuvni boshqarib borayotgan hakamlar, yon hakamlar mana vaziyatni baholash uchun kurashchilarni faollikka chaqirish lozim. Mana usulga e'tibor qiladigan bo'lsak, o'sha fikrimiz isboti ko'kataylik kurashchi faollikka o'tishga harakat qiladi, lekin vaziyatni tezda anglay bilmayapti. Biroz ikkala kurashchi o'rtasida yosh tafovati ham borligi ham seziladi. Yashil etekli kurashchi ancha yoshlik shijoati bilan harakat qilmoqda. Yon hakamlar kurashchilar harakatini diqqat Yo'q. Kurashni faollashtirish uchun bu yerda hakamlarning o'rni hozircha sezilgani yo'q. Hakamlar faollikni qo'lga olmaydigan bo'lsa, demak, bahs mana shu holatda davom etaverishi mumkin. Asl kurashgan palvonni bu yerda ko'rsatish lozim. Mana hakam hozir sust kurashganligi uchun ko'kataylik kurashchiga tanbeh ogohlantirishini berdi. Komil Bozorov biroz charchab qolganligi ham ko'rinib turibdi, lekin vaziyatni o'nglash imkoniyat bor. Bu yerda chala bahosi yashil yaktelik kurashchida Umid Mahkamov. Chala yashil yaktelik kurashchida. Oxirgi minut boshlandi. Kichik ustunlikda yashil yaktelik Uchrashuvning ancha qismi ortda qolgan, lekin faqatgina bir o'sha chala bahosidan boshqa biz baholanadigan vaziyatni ko'rmadik. Bu vaziyatda esa yonbosh bahosi. Ko'k yaktelik kurashchi Komil Bozorov bu yerda raqibini qo'lidan ushlagan holda mana shu faollikni yuzaga keltirdi va usul hozircha hakam tomonidan yonbosh deb baholangan. Yo'q, bu yerda ancha xoriginlik, buni ko'rib turibmiz. Agar yana mana shunday sutkarslik davom etadigan bo'lsa, ko'kataylik kurashchiga tanbeh ogohlantirishining yoniga endi dakki ogohlantirish ham qo'shilishi mumkin. Bu esa o'z navbatida yonbosh bahosini yo'qqa chiqaradi. Mana bu yerda buncha chala bahosi, albatta chala bu yerda yashil yaktelik kurashchida. Ikki chala yashil yaktelik kurashchida bo'lsa, bir yonbosh bahosi ko'k yaktelik kurashchida. Uchrashuv yakuniga yetdi, mana ko'rganingizdek va bir yonbosh ustunligida bu yerda ko'k yaktelik kurashchi Komil Bozorov g'alaba qozondi. Shunday qilib Sirdaryo va Farg'ona viloyat polvonlari bahsi 3-2 ga yetdi. Endi esa 100 kg vazndagi polvonlar Iskandar To'xtamov ko'k kiyimda, yashil kiyimda Baxtiyor Qodirov farg'onalik kurashchi. Iskandar To'xtamov hozir agar g'alaba qozonadigan bo'lsa, Farg'ona viloyati jamoasi hisobni tenglashtirib olishi mumkin. Chunki 3-2 hisobda farg'onalik kurashchilar oldinda borishmoqda. Yo'q, usul bajarilishi bu yerda hozir. Farg'onalik yigitlar Yashil yaktelik kurashchining chap qo'li mahkam tutilishi kerak edi bu yerda hozir. Iskandar To'xtamov bu yerda biroz xatolikka yo'l qo'ydi. Va mana bu usulni ko'radigan bo'lsak, bu yerda hozir Bozor Ergashev o'rtadagi hakam bu yerda ko'k yaktelik kurashchi sof g'alabaga erishganligini ko'rsatib, halol bahosini tasdiqlamoqda. Mana takror loyihada ko'rishimiz mumkin. Yelka usuli ajoyib tarzda amalga oshirilgan. 30 sekundda qo'ygan qarsaklar. Endi 100 kg og'ir vazndagi polvonlarning chiqishi boshlanadi. Mana ko'k kiyimda Mahmud Ochilov sirdaryolik polvon, uning raqibi yashil kiyimda Murod Asqarov. Hozir qiziq holat yuzaga kelgan. Har ikkala viloyat jamoasida 3 tadan g'alaba bor. Mana shu polvonlardan qaysi biri g'alaba qozonadigan bo'lsa, o'z sovrinini qo'lga kiritadi va o'z navbatida jamoasini ham oldinga olib chiqadi. Bu yilda hozircha ko'k yaktelik kurashchi dastlabki qadamni tashlaganligini aytib o'tishimiz mumkin. Uning hisobida dastlabki chala bahosi. Ikkala yon hakam bekor qilganligi tufayli Yo'q, bu yerda yon hakamlar o'rtadagi hakam qaroriga qo'shilmadi va shu bois chala bahosi bekor qilingan. Aslida chala bahosi o'z kuchida qolishi mumkin edi, chunki harakat amalga oshirilgan. Va mana bu vaziyatda esa yana harakat baholanmadi.
Ha, Mahmud Ochilov va Murod Asqarovlar hozir o'z viloyati jamoasini oldinga olib chiqish uchun imkoniyatlarni ishga solishi lozim. Yo'q, harakat. 1 minut vaqt ketdi. Dastlabki daqiqa ortda qolgan. Sonlik hozircha to'liq ko'gaytaylik kurash tomonidan ekanligi shunda ham ko'rinib turibdi. Mana bu bajarilgan usulda biz endi haqiqiy bahosini mana halol sifatida ko'rib turibmiz. Hakam bu yerda ko'gaytaylik kurashi tomonidan bajarilgan usulda halol deya baholadi va shunday qilib Mahmud Ochilov g'alaba qozonib o'z viloyati jamoasini turi 3 hisobida oldinga olib chiqdi. Mana g'olib jamoalarni va bahsda ishtirok etgan jamoalarni ko'rdik. O'z navbatida O'zbekiston kurash milliy federatsiyasi bosh kotibi Alisher Eshonqulov Sirdaryo viloyat terma jamoasi bosh murabbiyi Zoir Xolovga sovrinni topshirdi. Mana Farg'ona viloyatida bizni Sirdaryo viloyatida kurash shouga taklif qilgan ekanlar. Bizni viloyat hokimimiz yana milliy kurash federatsiyamiz Qosimov Ixtiyor akalar mana shu federatsiyaga har tomonlama tashkillashtirib bizni jo'natib mana shu yerga ishonch qilib jo'natuvdilar. Biz ishonchlari oqlab mana Farg'ona viloyatida bizni palvonlar g'oliblikka ustunlik chiqdi. Keyingi mana musobaqalarimizda mana biz ham Sirdaryo viloyati hokimlikdan taklif kirityapti. Biz mana bu Andijon viloyatimi, Namangan viloyatimi, Sirdaryo viloyatiga bir kurash shouini o'tkazmoqchimiz. Bizning tilagimiz mana bizni Sirdaryoda ham mana shunaqa kurash shoularda o'tkazishni tilagidoshimiz. Shuning bilan O'zbekiston palvonlar yurti nomli katta kurash bayramidan tayyorlangan ko'rsatuvimizning birinchi qismi o'z yakuniga yetdi. Sharhlovchi Musulmon Elmurodov, rejissor Hamza Karimov, tasvirchi Davlat Qosimov. Xayr, omon bo'ling.